videoda biza internetda ko'rsatilgan top 5 ta eng qo'rqinchli telefon raqamlariga telefon qilib ko'ramiz. O'rtoqlar o'zmadir bo'ladi. Hozir biz telefon qilib ko'rdik. Nomerlarni hammasi ishlaydigan nomerlar ekan. Bilet nima bu? Va eng qizig'i men internetda ko'lab eng qo'rqinchli nomer topdim. Gudukka totdi, o'rtoqlar, gudukka totdi. Qanaqasiga? Va u nomerga biza video oxirida telefon qilib ko'ramiz. Ozgina qo'rqib, adrenalin olmoqchi bo'lsanglar, no bo'lmasam boshlaydi. Asud yaxshimi? Mana olgan. Qani chiqdi? Og'zini olgan, og'zini. Yaqin olgan, yaqin. Ko'rdingmi? Bu yerda hozir 680 ming turibdi. Ya'ni esingizda bo'lsa, bizning maqsadimiz 680 ming obunachi edi va bu 680 ming obunachimizni yig'ishimizga juda ham kam qoldi. Va davayte, mana shu videoning o'zida 680 ming obunachiga yetkazib qo'ydik. U uchun shunchaki pastga tushasizlar va obuna bo'lish knopkasini bosasizlar. Chunki aytaylik, mana obuna bo'lmasdan, ya'ni как подписка tashlashga qo'ygan odamlar juda ham ko'p. Va davayte, bularni sonini kamaytiring va obuna bo'linglar va men maqsadimga yetishimga yordam beringlar. Va bo'lmasa ana endi video boshlandi. Ana navbat birinchi nomerga va bu nomer haqida internet yozish bo'yicha qanaqadir qarshi manyak bor ekan va u Amerikada serialli manyak ekan. Ya'ni serial manyak degani xuddi serialga o'xshab ketma-ket odamni o'ldirib chiqadi. Va shu bo'yicha tanilgan va o'sha odam nomeri internetda yozilgan afsonaga ko'ra u manyakka telefon qilsangiz, u siz bilan gaplashadi va undan keyin любойcha sizni topib o'ldiradi. Ну прям biz dengiz ortamiz, ya'ni Amerika o'sha uzoqda. Shuning uchun ham amerikanskiy raqamga telefon qilib ko'ramiz. No xush payt oriylarda uxlashdan oldin har xil qo'rqinchli xabar keladiganlar bo'lsa, like bosib qo'yinglar. No, masalan, menda shunaqa. Xo'p, ket telefon qilib ko'ramiz. Hello? Allo? Bilet kimdir gapirdi? No, hamma hatto kim manyakmi bu? Kim bu? Allo? Kim turibdi? Qara. Sekundga totib ko'rsam, bu o'chirmab telefonni. Allo? Bu qanaqa nomer bu? 1 minut bo'ldi bu halgacha o'chirmaydi. Просто o'zimda eshitib turibdi. Yonimizda paydo qolsa, yalnız qarab turibman, tiq qizil bosib o'chirsa. O, men bu tresh bo'lardi. Xo'p, ham telefon qilib mana shu nomerga. Просто hello dedi bo'ldi. No, men o'ylashim bo'yicha ovozli xabar qoldir deganda tit bo'lib qoldi, ha? Yo'q, shunaqa. No, hozir hech qanaqa ovoz kelmadi menimcha. Men o'ylashim bo'yicha hech kim o'zini o'ldirib ketmaydi. Seriously ko'ndirib kelsa, lekin meni sal qo'rqitayotgan joyi bu munoqlik videolarda ko'tarmasdan abonent javob bera olmaydi. Ha, bunda уже birinchi telefonni o'zidan kimdir ko'tarib deyapti. Bu kontent uchun normalniy, biz uchun sal xavfliroq. No, hammalar ani navbat ikkinchi telefon raqamiga. Va ani navbat ikkinchi raqamga va bu raqamni tarixi meni qo'rqitdi. Internet yozish bo'yicha xullas mamlakat ekan. Yaxshi eshitdinglar. Amerikada, qarshi shunaqa qabriston bor ekan va u qabristonni kechqurunlari qovlab ketishar ekan. Bilmayman nimaga. Bilsanglar, avvallari tilla-pillarni ko'milgan, ko'p qovli tillarni olishgan qarshi. Xuddi shunaqa narsa bo'lib, ko'llar ekan. Qabristonga ko'llar ko'tarar ekanda. Va buni tinch aholi o'liklarni qochib ketishi bilan baholar ekan. Bu yerda o'liklar qochib ketyapti, zombilar, shunaqa Amerikasi o'zining anaqalari bor, shunaqa. Shunaqaroq ekan. Va biz hozir telefon qilgan nomer xuddi o'sha qabristonga aloqador nomer ekan. Xullas shunaqa deb yozilgan internetda va telefon qilib ko'ramiz. Eng qizig'i nomeri ham mana buni qaranglar. +1lik 696 306 shaytanskiy nomer. Kuda ketadi. Biletlar serida men guda ketmaydi o'yladim. To'g'risini aytaman. Biz anaqa biz. Allo. Bilet nima bo'ldi? O'zi seriz nima bo'ldi? Nimadir? Nimadir demoqchi bo'ldi. Men просто shunga qoldim. Menimcha xuddi bilet yordam berdi aytgandek. Bilet bu qanaqa ovoz bu? Bo't mana o'rtoqlar, sizlar nima ovozda bo'lisizlar? No, men baribir kechqurun o'ylab yurmaslik yoki tushuntirmaslik uchun meni o'tasiz qilib yaxshi telefon qilib ko'ramiz. Gudok ketmayapti shu yerda. Oh, mana ketdi gudok. O'rtoqlar o'smadir bo'ladi. Yana gudok. Bilet nima bu? Xuddi shu ovoz va qabristonni kadrini qo'yamiz. No, menga ham xuddi chaqa narsa ketdi o'rtoqlar. No, reально qo'rqinchli va bu nomerga qayta telefon qilishni xohlamayman. No, bu nomer shitsi bo'ladi. Seriously, men qo'limga murashka bo'lib ketdi qo'limda. Va ana navbat 3-nomerga va bu nomer menimcha sizlar eslab qo'ygan o'sha klounning nomeri. Ya'ni hammani o'ldirib ketadigan, xullas shunaqaroq kloun va o'tgan safar telefon qilganimizda
bir bola ha deb kulib qo'ydi va u narsa meni ancha qo'rqitib qo'ydi, qarchi u narsa meni. Va menga shart bo'yicha u klonga telefon qilgandan keyin yana sal kutgandan keyin o'sha yerda yana gapirar ekan. Biz faqat kulganda eshitib qo'rquvchi qo'yverganmiz. Shu uchun ham dayti davomi yana qo'rqinchroq deyishdi. No, prям aldashganmi yo'q bilmayman va hozir shuni sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Va mana klon nomeri va ketdi. Hop. Yaxshi eshitasin zvuki. Ko'tarmasa. Ko'tarmayapti. Bular qo'rqib ketdim jimib turganiga. O'zgartdi deb o'yladim to'g'risi. Xo'p, sal kutib tursa gapirish kerak. Mana o'rtoqlar 1 minutdan ko'p kutdik, lekin baribir klon hech demadi. Demak, bu narsa yolg'on. No, birinchi marta eshitganda baribir qo'rqinchli klon ovozi prям. Eng qizig'i, kechqurun bitta o'zingiz qanaqadir xonada bo'lganingizda mana shu nomerga telefon qilib ko'rsangiz, sizni rostdan ham qo'rqita oladi. No, bu narsa 100% rost va fikringizni qo'shsangiz, aytib like bosing va anin rabat 4-nomerga va undan keyingisi men eng qo'rqayotgan 5-nomer bo'ladi. Va 4-raundga o'tishdan oldin qaranglar, sizlarga ham, Maqsud senga ham savol. Sen o'z vashida nimadan ko'proq qo'rqasan? Bunaqa og'zi katta momo bor-ku, bilasizmi? Bilib tasvirlamayotgancha. No, o'rtalar tushunishi uchun mana shu o'sha bo'yatayotgan personaj. O'zingiz nimadan qo'rqasiz? Men pul hisob qilishdan qo'rqaman. Chunki bilasizlar, unda ko'p vaqtim YouTube kanalini ko'tarishga, montaj qilishga va shunaqa narsa ketadi. Va qayerdadir ishlab, qanaqadir pul topib, oy olishga, shunaqa qilishga vaqt yo'q. Va xo'sh payti baribir videolarga pul tikish kerak va o'sha payt sal odam qo'rqar ekan. No, baribir bunaqa masalalarda menga binomo yordamga keladi. Chunki binomo yordamida men istalgan joydan turib pul topishim mumkin bo'ladi. Ya'ni qo'limda просто telefonim yoki kompyuterim bo'lsa bo'ldi. Libo bitta brauzerdan yoki o'sha yerda programmasini yuklab olib ham bemalol savdo qilishim mumkin. No, вообще-то binomo nima deyotgani uchun bundan oldingi videolarni ko'p aytganman. No, binomo bu onlayn trading platforma. Va siz bu trading programmasi yordamida bemalol internetdan pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va xuddi shu paytda qanaqasiga deyotgani uchun men hozir sizlarning ko'zlaringizning oldida savdoga kirib ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek, oxir payt savdo tushayotgan ekan, shu uchun ham tushga berib ko'ramiz. Va 4 3 2 1 ko'rib turganingizdek, men hozir ko'zingizning oldida savdo bilan plyusga chiqdim va agar siz tradingni tushunsangiz, siz вообще-то bu yo'nalishda aslo ketasiz. Xullas o'rtoqlar, binomo silkasini pastga qoldiraman va mana bu promo kod bo'yicha o'tsanglar, birinchi kiritgan pulinglar 2 barobarga oshib ketadi. Va ana endi yana qo'rqinchli nomerga telefon qilishga qaytamiz. Va endi navbat 4-telefon raqamga. Va bu raqam haqida internetda yozishlar bo'yicha o'rmonning o'rtasida bitta tashlandiq klub ochadi. Respektorda yashar ekan va o'sha odam nomer ekan. Aytishlari bo'yicha u odam umuman o'tib ketmas ekan va bitta o'zi yashar ekan. Ya'ni hozir sizlarga tushuntirish uchun mana Greeny va bu nomer o'sha nomeri deyilgan internetda va hozir unga telefon qilib ko'ramiz. No'man shunaqa emas. No, baribir odam sal qo'rqadi. Va shuni hozir tekshirib ko'ramiz. Hop. Deb qolsa. Hello. Men seni oldinga boraman. Uy, bular o'zim haqida o'xshadi, lekin strashdan o'zga. Qo'ng'iroq qilayotgan abonent apparati o'chirilgan. SMS yuboring yoki keyinroq qo'ng'iroq. Bile bu videoda hech kim o'yladimki, işte bu videoda hamma nomerlar tushamiz deb, no baribir ham parod bo'tdi. Davay, harakat qilamiz, taslim bo'lmaymiz. Davay, ko'tar. Gudok ketdi, o'rtoqlar, gudok ketdi, qanaqasiga? The number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, titrab ketaman, please check qizil the number ketaman. and try your call again. MAN76. Nima deyapti bu? Qo'ng'iroq qilayotgan abonent apparati o'chirilgan. SMS. Greeny telefonni o'chirib qo'yibdi. No, demak, bu nomer tushamadiga? No, alam qildi to'g'risi. Chunki men orzum bor edi, Greeny yoki Slendermanga o'xshagan odam bilan gaplashish va bu shunaqa odam va bu hozir uxlayaptimi deyman. Barhod aniqlamat 5-nomerga va bu nomer eng qo'rqinchli nomerlardan bittasi va purs hozirlik bu nomerni men o'qib beraman. Qaranglar. +1lik 606 va 36 000. Prям 36. Mana sizlar tushundinglar, gapirib o'tirmayman, shu uchun aytib bitta telefon qilaman. Sizlar ham chindan qizdirib olish niyatim yo'q va mana guduk ketmay qolsa, yomon alam qiladi deb borib qo'ydim. Guduk ketdi, print o'rtoqlar, eng qo'rqinchli nomer guduk ketdi. Ko'tar. Hello.
Ну, прям ishonmayman, qo'rqib ketdim. To'g'ri, juda ham qattiq qo'rqdim, chunki birinchidan nomer o'zi olti like satana, ikkinchisi вообще-то bijirlab ketdim. Gapirishga so'z yo'q, короче. Ну, oxirida telefon qilib ko'ramiz. Men nimadir gap bo'lsa, o'sha gapini tushunishga harakat qilamiz. Voy, lekin shu yuragim anaqa qilib ketdi. Серьезно aytaman, Maqsud. Yarim kechasida просто. Блин, kimman nima o'tgan? To'g'risi bor-ku. Boshda mashita jim o'tirishga, no, qanaqadir do'tirishibdi. Как Блин, страшный. Вообще qanaqa nomer o'zi bu? Nomeri qara. Yana ko'tardi. Tushundingmi? O'zim javob qo'rquv yo'qoldi. Nima degan tushunishga, nima degan tushundingmi? Tushundingmi? Как shunaqa qarab gapiradi, aytsa. No, men o'ylashim bo'yicha qanaqadir bu bolalar prank qotdi deb o'ylayman. No, vashita o'zingizlar telefon qilib ko'rsanglar bilasizlar. You dead, siz o'lasiz. No, buni yoshlanmasa kerak bu so'z ma'nosini. Stop o'rtoqlar. Bir silma qo'moqqa qo'yib bir kim ochiq videosida qatnashganman va ko'rmagan bo'lsangiz videoni turibdi, hozir o'qib ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda mana yana boshqa video ham turibdi. Buni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Va keyingi videoda ko'rishguncha, ciao.